Takrorlanmas tabiati bilan mashhur bo'lgan Xonobod shahri bugun o'zining tabobat maktabini yaratdi. Xonobodda tashkil qilingan Shoh Sulton tabobat klinikasi bugungi kunda turli kasalliklarni samarali davolash bilan bir qatorda qandli diabet, jigar sirrozi, suyak yemirilishi va saraton kasalliklarini tabiiy usulda muvaffaqiyatli davolashga erishdi. Xalqaro ilmiy akademiyasi professori, biolog, taniqli tadqiqotchi akademik Shohida Aliyeva uzoq yillik tajribasi va ilmiy loyihalari asosida tabiiy usullardagi muolajalarni bajaradi. Natija esa bemorlarni tez orada oyoqqa turib ketayotganligida ko'rinmoqda. Bordim, Rossiyaning bir qancha shaharlariga bordim. Men shu kasallik bo'yicha hech joydan shifo topmadim. O'zimizning Andijonda, Xonobodda mana shu yerda davolangan odamlardan eshitib kelib, o'zimni kasalimga malham topdim. Shoh Sulton tabobat klinikasi manzili ekraningizda. Qo'shimcha savollarni 97 783 08 68 quyidagi raqamlar orqali bilasiz.